qotil yozuvchi Jak Unterweger Avstriyaning mashhur jinoyatchilaridan biri sifatida tarixga kirdi. Uning hikoyasi jinoyat, adabiyot va jamiyatning afv etish qobiliyati qanday suiiste'mol qilinishi mumkinligini ko'rsatadigan hayratlanarli misoldir. 1974-yilda Unterweger bir yosh ayolni o'ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ammo u qamoqda yozishni boshladi va uning iqtidori tezda tan olindi. U yozgan roman va she'rlar Avstriya adabiyot muhitida katta qiziqish uyg'otdi. Uni o'zgargan odam deb o'ylashdi. 1980-yillarning oxirida Avstriyaning ziyoli qatlamlari va matbuoti Unterwegerni afv etish uchun kampaniya boshladi. 1990-yilda u yaxshi xulq tufayli ozod qilindi. Endi u jinoyatchi emas, balki adabiyot olamida hurmatga sazovor yozuvchi edi. Biroq Unterweger aslida hech ham o'zgarmagan edi. Qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay, Avstriya va Yevropaning turli joylarida fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollar shafqatsizlarcha o'ldirila boshladi. Qotilliklarning uslubi uning birinchi jinoyatiga juda o'xshardi. Shu paytda Unterweger jurnalist sifatida ham ishlayotgan edi. Ironiya shunday ediki, u politsiyani bu qotilliklarni tekshirish uslubi uchun tanqid qiluvchi maqolalar yozardi. Ammo vaqt o'tishi bilan gumonlar unga qarata kuchaydi. 1992-yilda politsiya Unterwegerni bir necha qotilliklar bilan bog'liq ekanini aniqladi. U qo'lga olinishini sezgach, AQShga qochdi. Biroq uni tutib, Avstriyaga ekstraditsiya qilishdi. Bir 1994-yilda u 11 ayolni o'ldirganlikda aybdor deb topildi va umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ammo u qamoqdagi birinchi kechasida o'zini osib, o'z joniga qasd qildi. Jak Unterweger hikoyasi jinoyatchilarni qayta tarbiyalash mumkinmi yoki yo'qmi degan muhim bahsni boshlab berdi.